Qurbon hayit oldidan qo'ylarning narxini ish bilib bo'lyapti o'zi. Ko'ramiz-da shuni. Qalla amakim. Amaki bormasa. Ish bilib ol, aka bu. Amakim bormasa. Oldinglarmi aka? Ish bilib ol. Sana bo'ldi. Qo'ylarning narxini bilish uchun bozorga tushdik. Mana bu yerda mol bozor ekan. Mana bu yerda mana qo'y bozor ekan. Hayit oldi, qurbon hayit bo'lganiga odam sihatnak bozorda. Mana sartaroshxona akamiz sochini olyaptilar. Qo'ydi. Qo'y yungini olib tursa, nafas olish tezroq bo'lib, tezroq semirar ekan. Bu necha pul ekan, ukam? Mana bu. 6 million? Ya, lekin sal qimmatroq lekin. Bozorda ikkita aldoqchi bor ekan. Bittasi sotuvchi, bittasi oluvchi ekan. Qo'ylar sotib olinganda qanaqa baraka qilinadi? Ya bu bilan buni farqi bor. Bu bilan buni farqi bor. Bu og'irroq undan. Bu og'irroq bundan. Kechirasiz. Og'irroq. Aka men o'zim topganman. Topgan bo'lsangiz, mana-chi mana. Yarmi uyga beraymi? Uyga beraymi? Menga qara, xohlasang ber. Bo'lmasa mashinang turibdi, moling turibdi. Ancha mana ham mollarim turibdi. Bitta dona qoldi. Ishingga yetmay, bor barakasiga. Kechingga bermagan. Hozir aka o'rtasini oling bo'ldi. Aka o'rtasini oling, qarangga. Bor barakasiga. 66 ketdi. Boshqa silmaydi. Shu turgan qo'atda qo'y 6 million 400 mingga baraka bo'ldi-ya. Qo'y sotilgandan keyin potaxa ham qilinar ekan. Sotib olingandan keyin yoki sotib olishdan oldin qo'yni tarozga chiqarishar ekan. Tarozga bitta chiqarish narxi 15 ming so'm ekan. Bozordan har bitta sotib olingan qo'y bir xilli turishiga baraka qilar ekan, bir xilli tarozda o'lchatib, har bir kilosiga 70 mingdan hisob qilib berar ekan. Bozorga kelgandan keyin mana baraka qilishni o'rganib olib, bitta qo'y olib, bizga ham baraka qilib yubordi. Bahonaga mana. Baraka pulga bo'lyapti hozir. 900 ming bo'ldi, oling gapiryapti. 508 qilib beraman dedilar. Bo'l, nechta bor? Hadi bo'lmay, gaplashib nechta bor? Bo'ldi. 100 ming bo'ldi. 59 bo'ldi. Shu jigarang qo'yi 5 million 900 mingga baraka qildiga. Bu bozor har chorshanba ishlar ekan. Kichkina qo'ylarni 6 million 7 million deyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Hayit yaqinligi narx-navo ko'tarilib ketganmi shunda?